50 ming ham pulim ketmadi. Bugunoq biznesingizni boshlasangiz bo'ladigan retseptni joylayman. Manaman degan konditorni oldida ham uyalib qolmaysiz. Uni ustiga kam xarj, bir kunda 500 ming 1 milliongacha daromad qilishingiz mumkin. Tayyorlanishini osonligini aytmaysizmi? Ko'rsatilgandek qilib pisochni xamir qorib olib, zuvalachalarni har birini 22 grammdan qilib bo'lib olamiz. Xum oqi hamda shakarni birgalikda solib, mikser qilishni boshlaymiz. Zuvalachalarni yoyib olguningizcha bize ham tayyor bo'ladi. Taxminan 15-20 daqiqa davomida ko'pirtiramiz. Aylana ko'rinishda yoyib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib taxlab savatchani yasab olamiz. Ayamasdan bize bilan to'ldiramiz. Listga joylab xohishga ko'ra yong'oq qo'yamiz. Xohlasanglar yong'oqsiz pishirishingiz ham mumkin. O'zinglarni pechligiga qarab 150 gradusda 25 daqiqa davomida pishirib olamiz. Endi yaxshilab sovutish kerak. Sovugunicha oshxonamizni tozalab olamiz. Har xil qo'l yoradigan, quritib yoradigan hamda ximikati baland sredstvalarning o'rniga birgina Oxspring ko'piruvchi salfetkalari kifoya. Oxspring universal salfetkalar bu yuqori sifat, ekologik toza, ko'p maqsadli tozalovchi salfetka hisoblanadi. Yog' va kirlarni osonlik bilan ketkazadi. Idish tovoqlarni yuvish, chang va kirlarni artish uchun juda qulay. Salfetka mebel, oshxona jihozlari, boshqa yuzalar uchun xavfsiz bo'lib, ularni shikastlamaydi. Qo'l terisiga zarar yetkazmaydi, kundalik foydalanish uchun ideal. Oshxonamiz top-toza, endi shirinlikka qaytamiz. Sovigan shirinlik ustidan shakar uppasini sepamiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.